Turmush qurganingizga 1 yil muddatdan oshdi, lekin farzandli bo'la olmayapsiz va hattoki hech qanday bolaning tushib qolish holatlari yoki rivojlanmay qolish holatlari ham kuzatilmayapti. Umuman farzand yo'q. Xo'sh, bunda nima qilish kerak? Muntazam, hech qanday himoyalarsiz, doimiy jinsiy aloqada erkin shug'ullanib kelgan holatda ham juftliklar orasida homiladorlik kuzatilmasa, bunda bepushtlik deb baholanadi, ya'ni birlamchi bepushtlik. Va bunda birinchi o'rinda nima qilish kerak? Juda ham ko'pchilik bu vaqtda aynan ayol kishini ayblaydi va ayol kishini doktorga olib chopish boshlanadi. Aslida farzandsizlikning 30-40% ga erkaklar tomonlama muammo sabab bo'ladi. 20% da esa ikkala tomon ham. Ya'ni demak, bu yerda ayol va erkakning ulushi bir xil ekan. Ayolni ayblash albatta oson va uni tekshirtirish birdan hammaning xayoliga keladi. Xo'sh, birinchi o'rinda erkakni tekshirish tavsiya qilinadi, chunki undagi muammolarni aniqlash juda ham tez va oson bo'ladi. Va bosqichma-bosqich chuqurlashib ketishi mumkin holatga qarab turib. Xo'sh, birinchi o'rinda erkakda nima tekshiriladi? Birinchi o'rinda erkakning reproduktiv oynasi deb qarash mumkin bo'lgan bu spermogramma. Undagi o'zgarishlar baholanadi, spermaning soni, harakati va boshqa sifat belgilari baholanadi. Agar ularda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, keyingi bosqich ultratovush tekshiruvlari, moyaklarning holati, gormonal funksiyalar va qondagi infeksiyalar tekshirilishi mumkin. Yana ham chuqurlashtirilgan tahlillar, bu yerga o'sha genetik tahlillar kirib ketadi. Erkaklarda bepushtlikka nima sabab bo'ladi? Urug'ning sonining kam bo'lishi, sifatining kam bo'lishi, morfologiyasining buzilishi, gormonal disfunksiya, varikotseli, ya'ni tuxumda haroratning oshishi va uning asoratida tuxumning kichrayishi va spermaning sifatining tushishi, qon aylanishi buzildi, demak funksiya buzildi. Va bundan tashqari kam uchraydigan genetik muammolar. Shunday ekan, bu ko'rsatkichlarni aniqlab olinadi, baholanadi. Agar sizda hammasi normada bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa kamchilik bo'lmasa, undan keyin ayolni tekshirish tavsiya qilinadi. Agar o'zi birinchi marta normada bo'lishi aniqlansa, ya'ni spermogrammada hech qanaqa muammo aniqlanmasa, uning morfologiyasi yaxshi bo'lsa, DNK fragmentatsiyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha keyingi tekshiruvlarga o'tish ham shart bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, erkakni baholash osonroq va har doim farzandsizlikda ayol kishini ayblash shart emas. Yuqoridagi sabablarni aniqlash kerak, bo'lsa ularni bosqichma-bosqich davolash kerak, bartaraf etish kerak va shundagina urug' sifati o'z vaqtida bosqichma-bosqich yaxshilanib boradi va farzandli bo'lish ehtimolligingiz oshadi. Agar sizda farzandli bo'lish bilan bog'liq muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta yordam beramiz.